Shoirning siri. 15 kunning ichida Maxtumning mehmonxonasi rasmiy bir mahkamaga aylanayozdi. O'rdaga ariza bilan murojaat qiladigan har kim, hatto rasmiy kishilar ham avval maslahat so'rash uchun Anvarning yoniga kelar edilar. Kunduzlari O'rda devonini boshqarish, ertalab va kechqurun o'z uyida xususiy kishilarni qabul qilish albatta Anvar uchun og'ir edi. Ammo bu og'irlik bundan sarmunshi bo'lgan kishining ustidagi qonuniy vazifasi hisoblanib kelganlikdan kishilarni uyda qabul qilishga Anvar majbur edi. Bu xususda kambag'allarning beradirg'an zahmatlari Anvarga uncha og'ir tushmasa ham beklar, ulamo va boylarniki aksar cho'chmal va mashaqqatli bo'lar edi. Chunki kambag'alning kengash so'rab kelishi juda muhim ishlar ustida, masalan, bir bekning qilgan zulmi ustidan shikoyat, juda kambag'al bo'lgani uchun soliqlardan darxonlik so'rash va hokazo. Keyingilar esa, masalan, bir mudarris ikkinchi mudarris ustidan shikoyat qilib, bu to'g'rida domla Niyoz Muhammad Shog'ovulboshining qulog'iga andakkina tang'illatib qo'yishni so'rar, bir zakotchi ikkinchi bir zakotchining xiyonatidan xolisona shikoyat qilar, bir savdogar o'zining juda faqirligidan hasratlanib zakotdan ozod qilinishini so'rar. Agar zakotdan qutqazib yuborsa, Anvarning ko'nglini to'latishga hozirligini ham bildirar edi. Anvar bu keyingi iltimoschilardan goh achchiqlanib, goh kular, har holda bir necha daqiqalik va'dalar bilan ularni jo'natguncha esi ketar edi. Bu so'nggilarning tashriflari Anvarga qancha behuzurlik bersa, Maxtumga o'shancha mag'ruriyat va lazzat bag'ishlar. Hatto Anvar O'rdada bo'lgan kezlarda ham ularni mehmonxonaga qabul qilib, Anvar kelguncha unga qancha siforishlar va aksar siforishchilarning o'zlarini to'plab turar edi. Yuqorida Safar Bo'zchi bilan voqea bo'lganidek, Maxtum ariza va kengashga kelguvchi kosib va to'ni eskilar ila chiqisha olmas, o'lguncha ularni yomon ko'rib, Mirzo bu kun kelmaydi, siz bilan gaplashishga fursati yo'q, bema'ni bo'lmang kabi gaplar bilan kambag'allarni eshikdan qaytarishga tirishar edi. Anvarning birorta kambag'al bilan ezilishib o'ltirganini ko'rsa, ichidan achchiqlanib, kullushayin yarjiul ilo aslihi, past hamisha pastligini qiladir, sut bilan kirgan jon bilan chiqar maqoli ko'p to'g'ri so'z deb o'ylar va ensasi qotib chetga ketar edi. Maxtum shu kungacha Anvar bilan Ra'nolarning to'ylarini qilishga shoshilmasdan kelar edi. Ammo bunda bir qancha sabablar bo'lib, jumladan Anvarning Ra'noga qattiq bog'langanligini yaxshi sezganligi va shuning orqasidan Anvardan xotirjamligi edi. Shoshilmaslikning ikkinchi ham kuchli sababi mumkin qadar to'yni uzoqqa cho'zib, shu vositada Anvarni sog'ish, chunki to'y qilinib Ra'no Anvarga berilsa, bu daromadning qat'iyan kesilish ehtimoli bor edi. Anvar bosh munshiylik darajasini olgandan keyin Maxtum ilgarigi siyosatni yana davom ettirish va ettirmaslik to'g'risida ikkilanib qoldi. Zero Anvar hozir butun shaharga dong tortgan shaharning ulamosi Ashrofibek va bekvachchasi Anvarni taniydir. Anvarga mazkur oliy tabaqalarning har qaysisi ham o'z qizini berib kuyov qilishga tayyor. Bas shu holdagina Maxtum eski tadbir bilan amal qilsa mumkinmi? Maxtum noiloj sarmunshiy bo'lishni 20-kunlarida Nigor oyim bilan kengashib, Mirzo Sultonaliga murojaat qilish majburiyatida qoldi, toki Mirzo Sultonali Anvarning rizoligini olib bersin. Anvar kechqurun O'rdadan qaytishga hozirlanar edi. Xon ayonlariga ruxsat berib haramga kirgan O'rdaning kunduzlik xodimlari tarqalishib, faqat kecha beklari, xon soqchilari, doimiy xodimlar qolgan edilar. Eng keyingi qolib Anvar bilan Sultonali Mirzo ham O'rdadan chiqdilar. Ularning orqasidan O'rda darvozasi yopildi. Sultonali Mirzo Anvarning tashqi ahvoli bilan yaxshi tanish bo'lsa ham, uning ichki sirriga voqif emas, chunki Anvar xususiy hayoti, ayniqsa Ra'noga aloqasidan hech kimga og'iz ochmas edi. Anvarning Maxtum hovlisida turishini joysizlikdan va yoshlikdan, shunda o'sib o'rgangandan deb yurgan Sultonali Mirzo bu kun ertalab o'z uyiga kelgan Maxtumning so'zidan keyin biroz haqiqatga tushungandek bo'ldi. Ayniqsa Maxtumning hech bir muqaddimasiz ojizamiz bilan Mirzo Anvarning to'ylarini qilmoq niyatimiz bor edi. Shu to'g'rida janobingiz Mirzo Anvardan to'yga urinishimiz uchun bir kalima javob olib bersangiz,
deb to'g'ridan-to'g'ri faqat to'y vaqtini belgilashni so'rashi Sulton Ali Mirzoga yana boshqa sirlarni anglatgan edi. Ikkisi yo'l bo'ylab so'zlashib borar edilar. "Mening so'zimga kirsangiz, albatta bir ot olingiz", dedi Sulton Ali Mirzo. "Ayniqsa sizga endi piyoda yurish kelishmaydir." Anvar boyag'ichagina kuldi. "Ot minishning nima hojati bor? Modomiki tayyor oyoq otimiz bo'lganda." "Ma'qul-ku, bundan so'ng yaxshi emas-da." "Hozir yaxshi emas ekan", dedi Anvar. "Men bu xizmatdan tushgandan so'ng piyoda yurish yaxshi bo'ladimi?" "Nega tushar ekansiz? Ko'p yillar shu vazifada qolasiz." Anvar kulib qo'ydi. "Lekin menimcha 1 yil ham qololmasman. Agar og'am bo'lsangiz, Xudodan so'rangki, bo'ynimga biror bo'hton ortilmay azl qilinayin." Bo'lmagan vasvasalarga tushasiz, Anvar. Shahodat muftingizning aftiga sira qaraysizmi? Shoiringizning pichinglarini payqaysizmi? Agar shu jonivorlar mendan sarmunshiylikni tinchlik bilan olsalar, o'zimni juda ham baxtli kishilardan sanar edim. Shunchalik zo'r xaridorlari turgan bir zamonda bu vazifani menga kelib to'xtaganiga hanuz aqlim bovar qilmaydir. Bu voqea yo meni o'ta baxtiyorlikka yoki fojia bir falokatga olib borar. Siz aytgancha vasvasamga yoxud boshqa bir badbinligimga binoan keyingi ehtimol na shahodat muftiy va na shoirning qo'lidan bir pullik ish kelsa, mendan domangir bo'la beringiz, dedi Sulton Ali. Sizning sarmunshiy bo'lishingiz har holda bir haqiqat edi. Negaki ko'p yillardan beri xiyonat, ig'vo bilan kun kechirib 7 yoshlik go'dakning ham nazarida 2 pullik obro'si qolmagan muftining sirrini yolg'iz mengina emas, butun shahar, hatto xonning o'zi ham biladir. Bas, bu jihatdan uning yorliq ololmasligi aniq edi. Domla Burxon Maxtumning bo'lsa, Shog'ovul domla bilan oralari buzuq. Agar xon yorliqni uning ismiga buyurganda ham Shog'ovul domla yozmas edi. Bundan boshqa domla Burxonning loqaydligi, devonxonani ust qilishi bo'ladirg'an savdo. Shoir Mahdiyning bo'lsa yana ahvoli ma'lum. Xonni maqtash, o'ziga yoqmaganni hajv qilish, xotinbozlik, bachchabozlik bilan ovora bir betayin. Bundan tashqari Mahdiyning yorliq ololmasligiga yana bir sabab bor ediki, bu sirni o'rdadan faqat biz bir necha kishilargina bilar edik. Xo'sh, buni so'ramang-da, kulmang. Xo'sh. Sulton Ali Mirzo kuldi va toshini sekinlatib dedi. Shoir haramdagi kanizlarning biri bilan aloqa bog'lagan ekan. Xo'sh, undan so'ng bu holni sezgan ikkinchi bir kaniz xonni bu aloqadan xabardor qiladir. Xon kanizni haramdan haydaganidek shoirni ham huzuriga chorlab, obdon og'iz bo'g'zig'a, hatto enasining o'sma surmasigacha qoldirmaydir. Shoir arang tavba qilib qutuladir. Anvar kuldi. Shuning uchun unga yorliq berilmadi deysiz. Albatta, shoirning esi bo'lsa, bo'yini boshoqqa uzatmay saroydan haydalmaganiga ham shukr qilsa bo'lar edi. Binobarin sizning xayollaringiz tamoman o'rinsiz. Yaxshi, hozir ko'nmasangiz ham piyoda yurib zerikkaningizdan keyin ot minishga majbur bo'larsiz. Shuning uchun buni qo'yib turaylik-da, otdan ham zarurroq masalaga o'taylik. Masalan, boshingizni ikki qilish uchun albatta vaqt yetgandir deb o'ylayman. Qayoqdagi gaplarni topasiz, Sulton Ali aka? Hazili yo'q. Uylanish sizga ham farz, ham qarz. Bunga qolganda albatta bir uzr ko'rsatolmassiz. Anvar kulimsirab qo'ydi. Uylanishni ham bekor bo'lishgacha to'xtatib tursak deyman. Ana gap, dedi Sulton Ali. Balki umr bo'yi shu vazifada qolib ketarsiz, shu holda butun umr xotinsiz yurish. Ha. Kim bir vazifada umr bo'yi qolgan bo'lsin? Qolganlar ko'p. Masalan, Muhammad Rajabbek marhum Muhammad Alixon zamonidan beri devon bilan olishib kelar edi. Men sizga jiddiy aytaman. Shahardan kimning qizini yoqtirsangiz ham biz olib berishga harakat qilamiz. Rahmat. Chindan so'zlayman, Anvar. Anvar yarim jiddiy Sulton Aliga qaradi va uning o'zidan javob kutganini sezib, xo'sh, men bu to'g'rida domla bilan kengashib sizga javob berayin, dedi. Bu kun ertalab domla biznikiga kelgan edi, dedi Sulton Ali jiddiy turdi. Domlaning so'z daromadiga qaraganda sizni o'ziga kuyov qilish fikri borga o'xshaydi.
Sizning rizoligingiz bilanmi, yo'qmi, bunisini bilolmadim. Anvar qizarindi. Javob berish o'rniga natija degandek qilib unga savol nazari bilan qaradi. Domlaning gapiga qaraganda boshqa taraflar bitgan ko'rindi, dedi Sultonali davom etib. Faqat u mening vositamda to'yni boshlash uchun sizdan izn olg'ali kelgan ekan. Men bu to'g'riga sizdan javob olib bermoqchi bo'ldim. Anvar kuldi. Ammo bu kulish uning boyagi kulgularidan tamoman boshqa, ya'ni baxtiyorlik kulgusi edi. Yaxshi, dedi Anvar va 10 qadam chamasi so'zsiz bordi. Yaxshi, men ertagacha o'ylashib sizga javobini beraman. Ma'qul, agar bu kun domlaga uchrashsam, javobni ertaga olaman deyaymi? Albatta. Xayr, xudoning panohiga, Anvar. Xo'sh, Sultonali aka. Ikkisi ajralishdilar.